Qirg'izistonda bir birodarimiz bor. Amakilari bolalarini so'kar ekan. Hey badbaxtlar, ey namoz o'qilaring, ibodat qillaring. Farzandni namozi qabrda yotgan ota-onaga dasturxon bo'lib borar ekan. Savob bo'lib borar ekan. Shu farzandni duosidan ota-onani darajasi ko'tarilar ekan. Gunohlari kechirilar ekan. Salla namoz o'qimasalaring, erta biza qabrga kirganda qabrni turpog'ini yalab yotmaylik, badbaxtlar namoz o'qilaring der ekan. Namoz o'qimagan farzand, namozni eslamagan farzandni ota-onasi turpoq yalamay nima yalaydi? Asal yalaydi. Qaymoq yalaydimi endi? Qo'limizdan kelgani shuku, boshqa nima keladi qani qo'limizdan? O'tgan otamizga har kuni bir taom olib borib bera olmasak, olib borgan taqdirda uni qabrga uzata olmasak, uzatgan taqdirimizda uni yeya olmasak, nima o'zi, nima bilan qilishimiz kerak-ku ota-onani? Bizlarga shuncha qildi, borini qildi, kuchi yetgancha qildi, oxirgi kuchini ham bizlarga sarf qildi, oxirgi aqlini ham bizlarga sarf qildi. Bolam tinchmisan? Bolam tinch bo'lsang bo'ldi. Endi biz noinsoflar shu ota-onamizga bugun nima qilib beryapmiz? Loqa shu namozda duo qilib bera olmasak, qo'limizdan shu kelmasa, nima keladi qo'limizdan? Abdulloh ibn Muborak degan zot o'tganlar. Shu zot islom lashkari safida turib, kofirlar lashkariga qarshi jang, jihad safida turibdi. Hali jang boshlanmagan, atrofdagilardan so'rayaptilar. Ey birodarlar, mana shu jihoddan ham ko'ra savobliroq amal borligini bilasizlarmi deb so'rabdilar. Atrofdagilar, ey Abdulloh, axir hozir jang maydonida turibmiz, jang safida turibmiz. Birozdan keyin jang boshlansa, bir dushmanga ro'para kelib bizni bir zarba bilan o'ldirsa, shirin jonimizdan mahrum bo'lamiz. Ayollarimiz beva, farzandlarimiz yetim, jigarlarimiz bizlardan ayilib shuncha musibat bo'ladi. Bundan savobliroq amal borligini bilmaymiz, eshitmaganmiz. Eng savobli ish shu, jihod. Abdulloh ibn Muborak aytdilarki, sizlar bunaqa savob bor ekanligini bilmasanglar, men bilaman dedilar. Yaxshilab quloqinglarga ilinglar, yaxshilab eshitinglar. Qaysi amal ey Abdulloh dedilar? Abdulloh ibn Muborak aytdilarki, ona. Hammamiz onadan tug'ilganmiz, osmondan tushmaganmiz, bilib olinglar. Ona tuqqan. Hammamizga shu xizmatni qilgan. Shu xizmat evaziga bugun savlat to'kib yuribmiz. Ona yarim kechada shirin uyqusini buzib kimga yoqadi?